Assalomu alaykum qadrli tikuvchi opa-singillarim. Bugun Prime haqida sizlarga ma'lumot berib o'taman. Keyin ko'ylakning oldi qismini nega orqaga tortadi degan savolga mana shu Prime orqali javob bermoqchiman. Primani asosan Prime uzunlik, ya'ni Prime balandlik hisoblanadi. Prime kenglik, mana shuni qo'ltiqning tag qismi Prime kenglik hisoblanadi. Mana shu aylanma qilib o'lchaganimizda Prime uzunlik hisoblanadi. Endi ko'ylakning oldi qismini orqaga tortish sababi mana bu o'lchovlarda ham ko'rishingiz mumkin. Har doim mana shu Miller's metodikasida mana shu o'lchovlar asosida biz o'lchab olamiz. Mana shu oldi qismi orqa qismiga nisbatan kichikroq, orqa qismi esa uzunroq bo'lishi kerak. Primani uzunligi, ya'ni balandligi. Shundagina ko'ylagingizning oldi qismi orqaga tortib ketmaydi. Agar mana shu qo'ltiq primasi bir xil teng bo'lib, yelka qiyaligi ham teng bo'lib qolsa, ko'ylagingiz orqa hisobini o'zi hisobi uchun ham oldi qismini tortib ketadi. Ya'ni orqa qismi o'ziga holatini, ya'ni harakatlanish holatiga nisbatan tortib ketadi. O'sha uchun doim oldi qismini prima uzunligi kichik, ya'ni yelkasi ham orqaga nisbatan ko'proq o'yiladi. Matoda bichayotganimizda esa mana bu yelka qiyaligini 2 cm, orqasini esa 1 1,5 cm gacha tushishingiz mumkin. Mana shu oldi o'yindisini ham o'yganingizdan so'ng tikayotganda ham juda ham e'tibor bilan tikishingiz kerak. Mana qizlar, qo'ltiq prima haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berdim. Mana shu qo'ltiq primasi orqali biz yeng asos andozasini qurib olamiz. Uni pasotkasini, ziborkali yeng, pasotkali yeng, ya'ni nostandart qomatlar uchun esa mana shu yengni tomini boshqarish orqali yenglarni chizib olamiz. Bu darslarda to'liq ma'lumot berib o'tilgan. Asosiysi mana shu qo'ltiq primasi hisoblanadi.